Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga achchiq qalampirning foydali xususiyatlarini taqdim etamiz. Demak, yurak va qon tomirini himoyalaydi. Xitoy olimlari ta'kidlashicha, qizil qalampir ichidagi kapsaitsin moddasi yurak va qon tomir kasalliklarini oldini oladi. Undan tashqari qizil qalampirdagi moddalar qon tomirlarini spazmga olib keluvchi bir nechta moddalarni yo'q qilishiga olib keladi. Shuningdek, bosh miya, yurak va boshqa organlarga ham yaxshi ta'sir qiladi. Semirishni oldini oladi. Yuqori kaloriyali ovqat ortiqcha kilogrammlarni to'planishiga olib keladi. Ushbu taomlarni esa achchiq qalampir bilan iste'mol qilinganda moddalar almashinuvi tezlashadi va vazn ortishiga olib kelmaydi. Shamollashni oldini oladi. Olimlarning aniqlashicha, qalampir iste'mol qilgan inson shamollashga kamroq chalinadi. Qalampir tarkibidagi kapsaitsin moddasi ham shamollash kasalligiga qarshi ishlab chiqariladigan dorilar tarkibiga qo'shiladi. Ichak saratonidan himoyalaydi. Jigarni himoyalaydi. 2015-yildagi izlanishlarga binoan kapsaitsin jigarni fibrozdan himoyalashi isbotlangan. Olimlarning aniqlashicha, achchiq qalampir hayotni uzaytiradi. C vitamini ham achchiq qalampir tarkibida ko'pligi sababli ushbu mahsulotni iste'mol qilib, organizmni C vitamini bilan to'yintirish mumkin. Ko'krak bezi saratonini davolaydi. Hozircha shular. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron.uz kanali faqat siz uchun.